O'zbekiston Ichki ishlar vaziri sobiq o'rinbosari katta miqdordagi byudjet mablag'lari talon-taroj qilinishida gumonlanib qo'lga olingan Bekmurod Abdullayev ozodlikka chiqdi. Kun.uz manbasining xabar berishicha, u yetkazilgan 200 milliard so'mdan ortiq zararni naqd pul shaklda to'lab berganidan so'ng unga qo'llangan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi garovga o'zgartirilgan. General-mayor Bekmurod Abdullayev muqaddam Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiyada turli lavozimlarda ishlagan. 2021-yil aprelida Ichki ishlar vaziri o'rinbosari etib tayinlangandi. 2025-yil noyabr oyida u ishdan olingani ma'lum bo'ldi. 2026-yil yanvariga kelib u va jazoni ijro etish departamenti sobiq boshlig'i Abdullayev bilan bir vaqtda ishdan olingan Rustam Tursunovga nisbatan jinoyat ishi ochilgani va ular qamoqqa olingani xabar qilindi. Yanvar oyi oxirida o'tkazilgan video selektorda prezident Abdullayev va Tursunovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yuzasidan ma'lumot berdi. Ma'lum bo'lishicha, ular vazirlik tizimidagi davlat xaridlari davomida 186 milliard so'm miqdoridagi byudjet mablag'lari o'zlashtirilgani yuzasidan qamoqqa olingandi. Hozirda Rustam Tursunov qamoqda qolmoqda.